Tayyor ishlab turgan Amadinka olaman degan akalarim diqqatiga. Valerimdagi hamma Amadinkani sotmoqchiman. Gapni ochig'i bu atmosferaga bu Amadinkalar ujali urovень bo'lsa kerak-da. Menga bu maza bermay qoldi bu uje. Men buni deycha boshqacha qilmoqchiman, boshqa qush turiga o'tmoqchiman. U bugunga kerak bo'ladigan bo'lsa Amadinka hammasi ishlayapti. Alova turbalargacha beraman. Bir pari 120 ming so'm. Turbasini bir donasi 200 ming so'mdan. 800 ming alohida bu turbalar bilan olib ketish sharti bilan. Gnezdosida bolaligi bor, tuxumligi bor, Amadinka va gnezdolari. Iltimos, 1 par, 2 par, 10 par, 20 par soting demanglar, o'zingiz ham meni ham vaqtimni olmanglar. Hammasi bir joyda, birdan sotaman. Yangi qushlarimga mana ikki ozgina dekoratsiya qilmoqchiman. Umuman boshqacha narsa qilmoqchiman. Ya'ni gullarni olib kelib, yana bir narsalar qilmoqchiman, ideyam bo'yicha. Amadinkalarimiz yirik narsalar. Ichida maloshnisi bor, hakkami bir narsa deydi, oqi bor. Maloshnisini bozorga chiqsam topolmaysiz odatda. 16 Pro Max rangi bor-ku, ashundan. Deb bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon olavering. 120 ming so'm bir pari, bir donasi 60 ming so'm. Netda adashmayotgan bo'lsam 80 par yoki 70 par bor. Aniq bilmayman.